Adasi? O? Pul yo'q. Ha, bo'ldi, esimga tushdi. Ishxonani seyfiga tashab kelgandim. Oyimni puli-yu, bu yoqqa olib kela olmayman-ku. Yuragim chiqib ketdi, pulni kimdir olib ketdi, oyim o'ldiranlar deb. Kamiga mashinangiz qulf ekan. Ha, yo'q-e? Shuncha ovora bo'ldim. Necha? Fizaratga. Hozirsan xotin. Tushunmadim. Ovqatimni yeb qo'ydingizmi? Yeb qo'ydim. O'yin o'ynadim sen bilan. Ana o'yin bor-ku. Yugurib kelguncha tez-tez ovqat yeb oladi-yu. O'shani qila olamanmi, yo'qmi deb sinab ko'rgandim. Nimaga men ovqatimni yeb qo'yasiz? Jinnimisiz? O'zing berding-ku boya. Adasi yeysizmi? Ikkiga bo'lib yesak bo'lardi-yu. Qani menga shuni yarmini olib qo'ymabsan-ku? O'zingiz yemayman dedingiz, hali ulgurmagandim. Yemayman desam, yeb qo'yaverish kerakmi? Ilinmadingmi ozgina bo'lsa ham? Nima o'yin o'ynadingiz? Qani aytingchi? Aytdim-ku, yugurib kelguncha tez-tez yeb olish. Sinab ko'rdim, epladim. O'yin xafa bo'lma onasi. 5 tasha.